Assalomu alaykum. Hozirda biz no'xat ekilgan joydamiz. Bu loyiha 2025-yilning Xalq banki Qibray BXM bilan hamkorlikda Toshkent viloyati Qibray tumani Turkiston mahalla fuqarolari yig'inining 153-konturida amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu loyihada no'xat ekilgan va uning hajmi 20 gektarni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Bu ekinlar yetishtirishda 92 kun davom etadi. Ekin yetishtirish davrida hosil sug'oriladi, mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 20 ta dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan. Bu loyiha samarali oshirish uchun Ekoemir ishlab chiqarish kooperatsivi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga 1 gektar yer biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha kelajakda gektariga 17 tonna hosil rejalashtirilgan. Har bir dehqon daromadi 25 million so'mni tashkil etadi. Kelajakda bu dehqon xo'jaligi faoliyatini kengaytirib, maqsadimiz esa nafaqat o'zimiz, balki butun jamiyat uchun foydali bo'lishi.